Yüz Yilliq Marafon. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. Aptori Michael Pillsbury. Michael Pillsbury 1945 yil tug'ilgan. U Amerikadagi eng dangliq Xitoy ishlar mutaxassisining biri bo'lib, 8 Amirika prezidentiga maslahatchi bo'lgan. U Amerika davlat mudofaa ministrligining oliy maslahatchisi va Washingtondagi nomi mashhur Hudson instituti Xitoy strategiyasi markazining direktori. Muqeddime. Asmanga to'ydirmay dengizdan o'tish. 36 tadbirdan. 2012 yili 30 dekabr. Simpson tadqiqot institutining saqallariga aqsanchigan yiqishliq sekretari Wayne Clough kech kuzning tushlik ochiq osmoni ostida kameralar va mikrofonlar oldida paydo bo'ldi. U so'z boshlaganda Washington davlatlik maydonida sovuq shamol chiqishga boshladi. Tomoshabinlar chapallarga o'randi. Davlat sekretari Hillary Clintonning vakili bo'lsa, bir oltin medalni egiz ko'targan holda turadi. Simpson tadqiqot institutining bugungi aziz mehmoni mashhur Xitoy san'atkori Saygochang edi. Aldınqı kuni axşimi bu faoliyatni o'rinlashtiruvchilardan biri ayolim Susan Simpson tadqiqot markazining Osiyo san'ati muzeyiga tava Saklar san'at zalida Saygochang uchun hashamatlik kutib olish ziyofati o'rinlashtirgan edi. Ziyofatga 400 mehmon ishtirok qilgan bo'lib, mehmonlar orasida Avam palata raisi Nancy Pelosi, Angliya shahzodasi Michael Kentning xonishi, shundaqla sobiq İran shoyining 74 yoshlik Tul xonishi qatorliq aziz mehmonlar bor edi. Mehmonlar Amerika Xitoy munosabatini tabriklash uchun, shundaqla 2008-yillik Beijing Olimpik yig'inining ochilish marosimida kishini hayratda qoldiradigan rangarang o't o'yini mahorati orqali jahonga to'nilgan Saygochang bilan uchrashish sharafi uchun qadah so'qishtirishdi. Saygochang Xitoyning simvollarini san'at orqali maydonga chiqarishda danq qozongan shaxs edi. U bir qitimliq nomerda o't yolqini orqali 10 kilometrlik sattichan sepilni namoyon qilgan bo'lib, bu ko'rinish bo'shliqdan qaraganda texmi yorqin ifodalanadi. Bu qitimqi kashlik ziyofat sabablik Simpson tadqiqot markazi uchun $1 million ortiq iqtisod to'plangan bo'lib, bu ziyofat haqidagi xabarlar xilma-xil gazet jurnallarga besildi. Ikkinchi kuni, ya'ni 30 dekabr, Saygochang g'arbcha kostyum burilka va kulrang palto kiygan, apelsin rang sharp taqgan holda ko'pchilik bilan yuz ko'rishdi. Ratlik kiyingan, chochlarini oqsanchigan. Salobatlik bu san'atkor davlat maydoniga va o'zining eng yangi asri hisoblangan 2000 tal portlatqich o'rnatilgan 4 qavatlik bino egizligidagi Rojdestvo tarixiga nazar soldi. Saygochang qo'lidagi portlatish tizginini besish bilan bahayvat Rojdestvo tarixi ko'pchilikning ko'z oldida portlab, daraxt shoxlari orasidan qop-qora istutak ko'tarildi. Saygochang portlatish tizginini ikkinchi qatim bosdi. Rojdestvo tarixi yana portildi.
tizginakni 3-chi qatim besib edi. Rojdestvo darxi yana bir qatim partildi. Bu qatimqi 5 minutluq nomer ko'rsatish natijasida qarag'ay yo'pirmoqlari har yoqqa to'zib ketdi. Partiltishdan kelib chiqqan qop-qora istutak bu partlatqich dorini Xitoyning kashf qilganligining simvoli edi. Simpsonning vakil xarakterlik qizil qal'asining tomlarini qoplab oldi. Nomerdan keyin hukumat taraf partlatish nomerdan qolgan g'aldi-g'ashlarni pokizlab tugitishga to'g'ri 2 oy vaqt sarf qildi. Men maydonda hozir bo'lg'uchilarning Rojdestvo bayramiga 1 oymi qolmagan paytda bir Xitoy san'atkorining xristian e'tiqodining simvolini davlat poytaxtining markazida nima uchun partlatganligi to'g'riliq o'ylangan yoki o'ylanmaganligini bilmayman. Ayni chaqda menmo o'zimning bu qilmishqa yoshiringan ma'nini tushunib yetganligimni jazm qila olmayman. O chaqda menmo tomoshabinlar bilan birlikda chavaq chalgan edim. O chaqda balkim bu ish to'g'riliq talash tortish yuz berish mumkinchiligini his qilgan bo'lg'aydim. Muzeyning bayonotchisi Washington pochtasi muxbiriga nomerning Rojdestvo bayrami bilan munosabati yo'q degan edi. Muzey Saygochangning nomerini tuzlik bilan partiltish nomeri deb atagan edi. Ammo bundaq atash Saygochangning o'z to'r betida bu nomerga Qara Rojdestvo darxi deb ism qo'yganidek obrazliq bo'lolmagan edi. Davlat sekretari Hillary Clintonning yordamchisi muxbirlarning aniq ko'rib olishi uchun oltin medalni planlatayotgan paytda Saygochang kamtarlik bilan kulimsirdi. Saygochangga davlat ishlari kotibi tarafidan davlat ishlari mahkamasining tunji navbatlik san'at medali taqdim qilindi. Medalga qo'shilib 250 ming Amerika dollari mukofot qilib berildi. Halbuki bu amerikalik boj to'laguvchilarning yonchug'idan chiqadigan pul edi. Davlat ishlari kotibi medalning artisqa ikki davlat aro tushunish va diplomatiyani ilgari surish jihatda qo'shgan to'hfasi uchun berilganligini jakarladi. Saygochang bu fikrga qo'shildiganda qiladi va mundaq degan edi. Hamma san'atkorlar diplomatga o'xshaydi. San'at ba'zida diplomatiya vujudga chiqara olmagan ishlarni vujudga chiqardi. Men bu ishlardan bir oz shubhalandim. Әтсі Xitoydan yuz o'rgan sobiq yuqori darajalik Xitoy amaldoridan biri bilan uchrashgan maxfiy yig'inda Saygochang haqida eg'iz ochdim. U mukofotqimi, partiltishqimi hang-tang qolgan ekan. Biz bu haqda to'rdan izdandik. Men Saygochang va uning san'at asarlari to'g'riliq cho'nqurroq tekshirish elib bormoqchi edim. Men Saygochangning talanti to'g'riliq yozilgan inglizcha maqolalarni o'qish bilan mashg'ul bo'lishning o'rniga Xitoylarning Xitoy yoziqidagi turli tuman torbatlarda o'zining bu ustun shon-sharafga erishgan vatandoshi haqida nimalarni deganlik to'g'riliq izdandim. Amaliyat shuni isbotladiki, Sayning Jungoda agash kuchlari intayin ko'p ekan. Ayveyveyni hisob qilmaganda u o'tmishdimi, navbatdimi Jungodagi eng mashhur san'atkor hisoblanadi ekan. Sayning agash kuchilarining ko'pinchisi Xitoy millatchilar bo'lib, ular Sayning g'arb simvollarini g'arbliklarning ko'z oldida portlatib, yo'q qilishini olqishlaydi ekan. Xitoy millatchilari o'zlarini qattiq
qo'llar guruhi deb atışıdı. Qattiq qo'llar guruhidagi kishilarning ko'pinchisi generallar, dengiz armiya qo'mondonlari va hukumatning qattiq qo'l shaxslari bo'lib, ularni faqat oz bir qism amerikaliklar ko'rib baqqan. Ular Xitoy amaldorlari va qalamkashlardan tarkib topgan. Amerika hökuməti 1973-yildan başlap meni ular bilan birga ishlashga o'rinlashtirg'achqa, men ularni yaxshi bilaman. Mening bir qism xizmatdoshlarim ularni xato holda asabiylar deb qaraydi. Menga nisbatan ular Xitoyning haqiqiy ovoziga vakillik qiladi. Saykochang va qattiq qo'llar guruhidagilar Amerikaning cho'kishi va Xitoyning kuchayish to'g'risidagi bayonlarni bakmi qo'llaydi. Udil kelganda shuni qistirib qo'yayki, uning Gochang degan ismi Xitoychada kuchlik davlat degan ma'noni bildirdi. Sayning ilgirki asarlari har xil shaklda mushu xil ideyani chiqish qilgan. Masalan, Amirika askarlari Afg'oniston va Iroqda doim degidak yerlik usulda yasalgan bombalarning hujumiga uchrab turganda, say bomba hujumiga uchragan mashinani taqlid qilib portlatish nomeri o'rindab, tomoshabinlardan terrorlik hujumlari va urushlardan vujudga chiqadigan bir turlik go'zallikdan bahr elishni talab qilgan. Say 11-sentabr voqeasini dunyo tomoshabinlari uchun tabrik murosimi deb atab, kishilarni hang-tang qoldirgan edi. Bu so'z kishiga ba'ayni 11-sentabr voqeasini astirtdan san'at asri davatqandak to'yg'i beradi. 11-sentabr voqeasidan ko'p o'tmay Oxford universitetining professorlaridan biri Saykochang eng yaxshi ko'radigan asarning tizginligi bo'lmaydigan urush, yer sharilshish davridagi urush va strategiya nomli asar ekanligini bayon qildi. Bu harbiy analiz to'g'risidagi asar bo'lib, asarda Xitoyning yuqori darajalik ikki harbiy amaldori Amirikaga hujum qilishda terrorlikni o'z ichiga olgan qo'sh o'lchamlik urushni targ'ib qilgan. Hozirning o'zidami Xitoy tilidagi bloglarda Amerika davlat majlisiga bir tosh etim miqdori keladigan joyda o'z qahramonining xristian dinining simvolini portlatib, hukm talqon qilayotganligi zo'q sho'x bilan tilga elindi. To'limi aniqki, Amerika xalqi ularning masxara obyektiga aylanib qolgan. Keyingi chog'larda men sayga mukofot qilib berilgan pulni Amerika amaldorlarining o'z ustiga olganligini bildim. Ular sayning orqa ko'rinishini, gumonliq san'at strategiyasini bilmasdinlar shunday qilgan edi. Men ixtiyorsiz holda o'zim va ayolimning bexastalik qilganligimizni, ko'z oldimizda yuz berayotgan cho'nqur planlangan og'dirmichilik harakatidan bexabar holda xushalliq cho'mgan yovvoyilardan bo'lganligimizni o'yladim. Bu hodisa Amerikaning Xitoyga tutgan umumiy siyosatidan ko'p farqlanmaydi. Xitoy rahbarlari ko'plagan g'arbliklarni Xitoyning bosh ko'tarishining tinchlik ichida bo'ladiganligiga, buning boshqalarga ziyon yetkazmaydiganligiga ishontirib bo'ldi. Halbuki ular buningga tamoman zid bo'lgan strategiya bo'yicha ish ko'rayotmoqda. Biz Amerikaliklar Xitoylarga texicha ular bizga qaragan nazarda qarab baxmadik. Bu hol davomlashqini necha 10 yildan oshdi.
nima uchun Simson tadqiqot markazi va davlat organi bir Xitoy artistning Rojdestvo darixini davlat maydonida portlatishiga $250,000 pul berdi? Buning javobi eng bo'lmagandimi qisman holda qadimkilarning mono maqal tamsilidan chiqadi. Ya'ni ko'zga cheliqadigan yerga yo'shirnish. Buni texmi yarqin ifodalab beralaydi. Bu Xitoyning 36 tadbirdan biri bo'lib, 36 tadbir qadimki Xitoy folkloriga tava asar hisoblanadi. Bu tadbirlarning hammasi o'zidan kuchli dushmanni mag'lub qilishda, shu dushmanga qarshi baygaga tushgan taqdirdami, dushmanga buni sezdirmasdan dushmanning o'z kuchini o'ziga qarshi ishlatish orqali mag'lub qilish uchun belgilangan. Balkim say o'zimi sezmagan holda yuqorqi ideyani davlat ishlar mahkamasida qilgan so'zi orqali chandırıp qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu chaqda saykochang har kimning o'ziga yarasha mikro bo'ladi degan edi. O'zini Xitoy mutaxassisi deb atab olgan bizlar o'rtaq holda o'zimizning umrlik xizmatimizni Amirika bilan Xitoy o'rtasidagi xato tushunishlarni bor kuchimiz bilan pasaytishga tirish deb qaraymiz. Biz ishlarimizning oqsishiga o'zimiz sababchi bo'ldik. Amerikaliklar Xitoy to'g'risida qayta xatolashdi. Ba'zida bu xatolashishning cho'nqur ta'siri ko'rilganmi bo'ldi. 1950-yillarda Xitoy rahbarlari Koreya urushi mezgilida Amerika armiyasining Xitoy chegarasiga bak yaqin kelib olmasligi kerakligi. Aksicha bo'lganda Xitoyning o'xshash harakat orqali Amerikaga javob qaytaradiganlik to'g'riliq Amerikaga ochiq ogohlantirish berganligiga ishongan edi. Halbuki Washington tarafdan hech kim bu ogohlantirishni his qila olmadi. Natijada shu yil noyabrda Xitoy armiyasi Yalo daryosidan o'tib Shimoliy Koreya ziminiga kirdi. 1953-yili urush to'xtag'ichi bo'lgan araliqda Amerika armiyasi ko'plagan urushlarga qatnashdi. Urush to'xtaganga qadar 30,000 Amerika askari bu urushda o'ldi. Amerika Xitoyning Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabatini xato tushungan bo'ldi. Buningga 1970-yili Xitoyning Nixon hukumatiga taklif berishi sabab bo'lgan edi. Xitoyning 1989-yili Tiananmen o'quvchilar namoyishiga tutgan g'arzi. 1999-yili Amerikaning o'qishmasdan Xitoy elchixonasini portlatib salgan chog'dagi qarori qatorliqlarning hammasi Xitoy rahbarlarining Gitlercha zo'ravonlik saviyasini, hatto uningdan ustun saviyasini hozirlaganligini namoyon qiladigan harakatlardan iborat. Amerikadagi Xitoyni tadqiq qilgan ko'pincha kishilarga Xitoyning g'arb imperializmining ziyonkashligiga uchragan chorasiz ziyonlang'ich ekanligi to'g'risidagi ideya so'ndirib etilgan. Bu ideya Xitoy rahbarlariga ishonib qolmasdan ularni aktivlik bilan rag'batlantirish kerak deydigan ideyadir. 1967-yili Kolumbiya universitetida doktorlik tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan chig'imda siyosatshunos professorlarim Xitoyning Amirika bilan Yaponiya tarafidan bo'zak qilinganligini ta'kidlaydi. Bu biz bir avlod Amerikaliklarning ma'lum shaklda bu xil gunohimizni yuyishimiz kerakligiga ishora qiladi.
bizning ko'plagan darslik kitoblarimizga dal mushuninkidek fikrlar kirgizib etilgan edi. Bu xil ko'z qarash qanchalik qurbonlik berishdan qat'iy nazar Xitoyga yordam berish, Xitoyga bo'lgan yaxshi ko'nglimizni va uni ziyonkashlikka uchirg'uchi deb qarashimizni tuvallatadigan har qanday hodislarni qasddan ko'rmasga selib olishimizga yo'l ochgan. Bu xil fikr andisi Amirika hökumətinin Xitoyga munosabatlik masalalarni bartaraf qilishida o'z rolini joriy qildirib keldi. Shundaqla bu xil ko'z qarash Xitoy mutaxassislarining Amirika prezidentiga va boshqa rahbarlarga beradigan maslahatiga ta'sir ko'rsatib keldi. Bu xil ko'z qarash hatto bizning tarjimalarimizda o'z kuchini ko'rsatdi. Xitoy tili o'rganadigan o'quvchining tunji qiladigan ishi asosliq ikki bisliq so'zlardan iborat. Xitoychada elifba yo'q. Xitoy elifbasi harflardan tashkil topgan emas. Aksicha so'zlar behualarning qo'shilishidan tashkil topgan. Xitoy tilining murakkabligi maxfiy shifrga o'xshaydi. Chet elliklar kishida xato tushunch paydo qiladigan Xitoycha uqumlarni tarjim qilishda intayin sagaklik bilan qaror chiqarish kerak bo'ladi. Men Deng Xiaoping 1983-yili Markaziy qurultay vakillari o'mikida qo'llangan kam uchraydigan qisqartirilgan atalg'uni 1987-yili Jurongjining Washingtonda qilgan ikki bisliq gungi so'zini, shundaqla 2002-yili Xujintao 5 burchaklik binoni ziyorat qilgan chog'dagi so'zining shifrini yechishda qanday tarjim qilishni qaror qilishim kerak edi. Xizmatdoshlarimiz bilan tarjimalarimizni o'rtoqlashatdik. Baxtga qarshi Amerikadagi atalmish Xitoy mutaxassislarining zo'r ko'pchiligi bir necha eg'iz Xitoycha so'zni hisobga olmaganda Xitoycha so'zlay olmaydi. Bu hol Xitoychani yaxshi so'zlay olmaydiganlar oldida o'zini bu jihatda iqtidorli ko'rsatishga yetib ashadi. Bu xil reallik atalmish Xitoy mutaxassislarimizni Xitoyga oid uchurlarni degandila o'z aqidasiga mos holda tarjim qilishga yo'l ochgan. Aslida bizning yaxshi qilishimiz kerak bo'lgani Xitoy doiralarining eg'izidan chiqqan so'zga asoslanibla tarjim qilmay, u so'zning ko'rinishini nazarga olgan asosda tarjim qilishimiz edi. Biz asli aytilgan so'zga yoshiringan texmi cho'nqur ma'noni izlashga muhtoj edik. Yarim asrdan ko'p vaqtdan buyon Amerikaliklarning mushu jihatda katkizib qo'ygani aniq. Kunimizdami Xitoyning qattiq qo'l tarafdorlarining tushuniksiz bayonlarida qadimki tarix haqidagi mujmal bayonlar mavjud bo'lib, ularning Xitoy strategiyasini qanday yurgizishi ko'plagan chet elliklarga maxfiy qolgan. Hatto Prezident Richard Nixonning 1971-yili Xitoyga qo'ynini echishi bilan Amerikaning Xitoy Xalq Jumhuriyatiga tutgan siyosatini umuman Xitoyni qurib chiqishga aralashish orqali uning bosh ko'tarishiga yordam berish fikrdagi ashu kishilar belgilagan. Texnicha o'z ta'sirini ko'rsatayotgan bu xil siyosat bilan necha 10 yillardan buyongi 8 Amerika hukumatida ko'zga cheliqqudek o'zgarish bo'lgani yo'q. Demokratlardan chiqqan va jumhuriyatchilardan chiqqan prezidentlarning o'xshamagan tashqi siyosat nuqtai nazarlari bo'lgan bo'lsa-mu,
Biroq ular Xitoy bilan muomala qilishning muhimligi va Xitoyning bosh ko'tarishiga yordam berish jihatda o'rtaq fikrda bo'lgan. Xitoyni qurib chiqishga aralashish tarafdorlari mashhur akademiklar, diplomatlar, sobiq prezidentlar qatorliqlardan tarkib topgan bo'lib, bu shaxslar Xitoyga aloqador siyosat belgilgüchilarning va jurnalistlarning ideyasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Uzun yillardan beri bu guruhning a'zolaridan biri bo'lib kelganim menga ayon. Amaliyotda 1969-yili Aqsarayga Xitoy to'g'risida loyiha sunib, olqishga erishgan tunji avlod kishilarning orasida men bor. Necha 10 yillardan beri ikkili partiya boshchilik qilgan hukumatlarni Xitoyga texnologiya va harbiy jihatdan yordam berishga safarbar qilishda mening ba'zi hollarda intayin muhim rol o'ynaganligim haqiqat. Men Amerikalik mashhur diplomatlar va olimlar o'tirib qo'ygan qiyoslarni ko'pincha hollarda qabul qilib kelgan edim. Bu qiyoslar Amerikaning strategiya muhokamalariga, obzorlarga va media analizlariga ko'plab singdirib etilgan. Biz Amerikaning aciz Xitoyni, rahbarlari biz bilan o'xshash o'ylaydigan Xitoyni yo'lishining, Xitoyning demokratik va tinchlikparvar kuch bo'lib yetishib chiqishida yordamchilik rolini o'ynaydiganligiga, shundaqla Xitoyning o'z rayonining xo'jasi bo'lish, hatto dunyoning xo'jasi bo'lish shum niyatining bo'lmaydiganligiga ishongan edik. Biroq biz Xitoy qattiq qo'llarining ta'sir kuchini xato mo'ljalab qo'ygan ekanmiz. Xitoy haqida yuqorqidek farazlarda bo'lgan har qanday kishining ig'ir darajada xatolashadiganligi ma'lum bo'lmoqda. Undaq farazlarning xatoligi kun sayin ro'shanlashmoqda va Xitoyning qilayotganlari orqaliqmi, shundaqla Xitoyning qilmayotganlari orqaliqmi o'xshash holda ifodalanmoqda. Davomi bor.